Mana bugungi bozorimizdagi atmosfera, bugun bozor to'la, hamma chiqqan. Yangiliklar serob. Bozor 100% qishlar nachosli narsaga o'tib bo'ldi mana. Yangiliklarda obzorini qilishni boshlaymiz. Bolajonlar uchun pijamalar 30 ming so'm ekan. Velvetlar mana 13 ming so'm ishlanchalar. Ular kashmirlar 9 ming so'm. Biz trenddagi velvetlar 22 ming so'm qo'ydik pachkaga. Nachos velvet ko'ylakchalar bor mana. Bozorga chiqmaydigan, bozorga mana bugun chiqib turibdi. Faqat zakazga chiqardilar. Narxi 15 ming so'm. Kashmir tepapaslar 47 ming so'm. Maktab yoshiga tushadi. Qizchalar uchun mana 15 ming so'mdan. Tepaliklar. Kashmir. Mana trikolar, nachos. Xitoy bilan birga-bir ishlangan. Narxi 50 ming so'm. Hamma rasvetkasidan bor. Bog'cha yoshiga tepapaslar 34 ming so'mdan. Kashmir. Abrang ham bor ekan. Kashmir troykalar 37 ming so'mdan. Mana bu dvoyka 37 ming so'm. Bunisi ham 35 ming so'm. Troyka, vishkali. Kattalar uchun 52 dan 56 gacha 42 ming so'm kashmir. 58-56 ekan. Ro'mol so'raganlar uchun ro'mollar bor. Turidan. Ayollar uchun pijama 65 ming so'm ekan. Ranglari bor. Ikkala opalar, men sizlarga yana qaytadan aytaman, bu bozor faqat biznesmenlar uchun, dono bozor emas. Bu bozorda faqat optim pachka sotiladi. Abyom chiqib ketadi bu bozordan. Shuning uchun arzon. Bu Xitoy deb bekorga aytmaymiz bu bozorda, chunki Xitoyda ham xuddi shunaqa narxlar prosta bizga yetmaguncha narxlar 2 barobarga qo'shilib ketadi. Bu bozor ham shu. Bu bozor birinchi qo'l bo'lganligi uchun shunaqa arzon. Xitoyda ham birinchi qo'ldan olsaling shunaqa arzon olasizlar. Lekin Xitoy bilan birga-bir O'zbekistondagi bozor bu. Qizchalar uchun ko'ylakchalar. Mana do'konlar ham bor bu yerda. Sexlar, do'konlar, hammasi shu yerda. Biznesmenlarimiz bozorga taklif qilamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat. Tirs like bosishni unutmang.